Ikkalasini bir-biriga yaqinlashtirsak nima bo'ladi? Simni qayerdan topaman deganlarga buni ko'targanda ta'sir doirasi ham kuchayadi. Qarang, endi sxemani mana shu tartibda tuzamiz. 244 ровно 100 ohm farqi bor. O'ramlar tayyor. Shu ham 1000 voltdan ziyod. Tepaga keyin plyusni pastga ulardim, pastdan tepaga ulardim. Shu darma. Sizning ko'p zakazkani bir ikkita ishlamay chiqqan, tranzistor qizyapti. Kollektordan chiqayotgan tok mana shu yo'llarda kuchaydi mana. Demakki buni tepa baza qaysi yo emitter qaysi kollektorligini bilish uchun balandligim bunaqa ko'pchilik so'ragan. Bu tarqatayotgan tok atrofdagi elektr qurilmalariga ta'sir. Ishladi mana. Kattasi va kattada. Hozir la'nat. Qaranglar, biz kvartirada qanaqa mehmon. Qaranglar, hozir bu o'ramga nechta sim o'ralganligini bilish. Barchaga assalomu alaykum. Mana shu Tesla ko'ylak. Shuni Instagramda so'raganlar ko'p. Qanday yasalishini, shuni yasab beraman, yasalishni o'rgataman degan, o'rgatib video qilaman deganda, mana hozir shu narsani sizlarga ko'rsataman. Bir boshidan videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'rganib olasizlar. Qayerda boshladik? Instagramda meni kuzatadiganlar bo'lsa, mana bu sxema bo'yicha yasash haqida o'rgatgandim. Hozir shu sxema bo'yicha yana yasashni ko'rsataman. Qo'lda yasab ko'rsataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 20 santimetrcha shlang yoki qandaydir kanalizatsiya shlangimi yoki qog'oz, karton o'rammi nimadir shunaqa. Mana bu sim. Ya'ni mana bu ikkinchi o'ram. Birinchi o'ramga oddiy montaj kabel sim bo'laveradi. Xullas, keyin kerak bo'ladigani bu yerda asosiy narsa tranzistor. NBN tipdagi kichkinagina tranzistor bo'ladi. Va bunaqa radiator ham обязательно kerak. Keyingisi rezistor. Burada 10 kilo ohmgacha bo'lgan qarshilik kerak bo'ladi. Rezistor menda hozir ko'p bor, ularni o'lchash kerak. O'lchash uchun multimetrdan foydalanamiz. Xullas, mana bu rezistorlarni 10 kilo ohmgacha bo'lgan kerak. Demak, men bularni ilgari tekshirganman. Hozir menda eng kattasi 5 kilo ohmlik. Buni o'shani topishim kerak. Buning uchun multimetrdan mana buni qarshilikka qo'yamiz 22. Va buni tekshirib ko'ramiz. Qaysi biri edi endi? Mana buni o'lchayotganda ikkala qo'l bilan o'lchamas kerak. Chunki iloji boricha bir qo'lda ushlab, bir qo'lda tekizmaslik kerak. Sababi odamning ham ma'lum miqdorda qarshiligi bor. Shuni aniq chiqish uchun bir qo'lni tekizmayman. Bu past. Ya'ni 20 kilo ohmdan past bo'lsa ko'rsatmaydi. Juda ham past bo'lsa yoki juda katta bo'lsa bu yerda ko'rsatmaydi. O'shangacha bo'lganini ko'rsatadi. Bu juda kichkina yoki juda katta ko'rsatmayapti. Buni bilish uchun men buni o'zgartirish kerak, lekin hozir bizga bu kerak emas. Bizga keragi mana bu 704 kilo ohm. Ya'ni 7400 4700 704 debman, 47 kilo ohm, ya'ni 4700 ohm degan. Shu ham bo'ladi. 5,5 kilo ohm mana. Mana shu bizga kerak. Xo'sh. Yog'lamiz. Kondensator kerak bo'ladi. Hozir 20 volt tok ulayman bunga. Shuning uchun bizga kerak bo'ladi 20
voltdan ziyodroq kondensator 10 25 volt. Buni ulaymiz. Bo'ladi. Xullas, buni qalay ajratib olaman? Keragi mana bu tranzistor, mana bu kondensator va bitta rezistor va shlang va sim. Ikkinchi simga birinchi o'ramga oddiy mana bunaqa kabel bo'ladi. Alyumin yoki mis. Xullas, hozir birinchi qiladigan ishimiz mana bunga simni o'rab olish kerak. Bunga juda ko'p vaqt ketadi. O'rab bo'lib videoni davom ettiramiz. Boshqa 2 sekund bo'ladi. Shu joyida bir narsani eslatib o'tib ketaman. Mana bu simni qalinligi 0,1 millimetr bo'lishi kerak mana. Ko'ryaptimi? Yuqoriroq sim bo'lsa natija yaxshi bo'ladi. Qalini bo'lmaydi. Misol uchun mana bular mana 0,5 millimetr. Bu ham bo'ladi. Bundan faqat ko'proq o'rash kerak, qalin. Xo'sh, mana bu esa 2 millimetrlik sim. Xo'sh, endi buni o'raymiz. Bu simni o'rashlik uchun bir tomonda ozroq 4-5 cm idishni qoldirib yog'ni klillab olamiz. Klil bo'lmasa vaqtinchalik skoch yopishtirib tursa ham bo'ladi. Yoki oddiy super klil. Bizda AQX ko'p ishlatamiz, shuning uchun shundan bor. Endi buni bittalab bir qator qilib o'rab chiqish kerak. Xullas, mana shunchasini o'rab oldim. Hali endi yarim 30 daqiqada. Qiyin bo'lyapti. Bitta savol mana bu simni qayerdan topaman deganlarga men buni sotib olganman. Yana bitta varianti bor. Eski motorlar bo'ladi yoki keraksiz tok bilan ishlaydigan mana bunaqa motorlarning ichida mana simi bo'ladi. O'shani olish mumkin. Mana bunaqa narsalarni qayerdan olaman deganlar, buni ham men sotib olganman. Boshqalarga eski televizor, magnitofon shunaqa apparaturalarning ichida bo'ladi. Izlab ko'rish kerak. Davom etamiz. Mana nihoyat o'rab bo'ldi. Endi bu sochilib ketmasligi uchun buni ham klillab qo'yamiz oxiri. Ikkinchi o'r, ya'ni ikkinchi emas, aslida birinchi o'ram desaymiz. Mana bu ikkinchi o'ramiz. Birinchi o'ram.
birinchi o'ramga 3 ta yoki 4 ta yetadi. Faqat orasini sal kengaytiramiz. Mana bunga bemalol kelib chiqish uchun. O'ramlar tayyor. O'tkazib qo'yamiz mana bundoq. Endi sxemasini tuzamiz. Buni chekkaga qo'yib turib. Qarang, endi sxemani mana shu tartibda tuzamiz. Mana bu detal ko'rinishi, mana bu platodagi ko'rinish, ya'ni baza, emitter, kollektor nimada? Tranzistor, rezistor va o'zgarmas tok, pitaniya, ikkita o'ram. Demak, bu yerda ulanyapti. Bazaga rezistor ulanadi va rezistorga bu yoqdan plyus tok kiradi. O'sha rezistordan va plyus tokdan o'sha ulanib birinchi o'ramning tepasiga ulanadi. Kollektordan chiqayotgan tok birinchi o'ramning pastiga ulanadi. Emitterga minus ulanadi. Mana bir ikkinchi o'ramning tagidagi qismi bunda aylanib bazadan chiqqan tokka ulanadi. Tranzistor. Xo'p. Mana sizda tranzistor bor. Buni qaysi oyog'i baza, qaysi oyog'i emitter, qaysi kollektorligini bilish uchun qaranglar. Tranzistorlarda bunaqa o'zini markazi bo'ladi. E13007. Buni shunday telefonni olib Google ga kiramizda E13007 desangiz o'zi chiqib keladi. Poisk beramiz. Mana rasmlar chiqarib beradi. Kartinka bo'limiga o'tsak to'liqroq chiqadi. Xo'sh. Misal xira yeganda mana bu birinchisi baza, 2 raqamda ko'rsatilgan kollektor, 3 raqamda ko'rsatilgan emitter. Yana bu yerda tartib bilan ko'rsatilgan 1, 2, 3. Ya'ni tranzistor mana bunda o'tirganda bundan birinchisi baza bo'lyapti, ikkinchisi kollektor bo'lyapti, uchinchisi emitter bo'lyapti. Shu tartibda joylashgan. Boshqalarda baza o'rtada bo'lishi mumkin. Har qanday tranzistorda Google ga yozsanglar xarakteristikasini chiqarib beradi. Xo'p, endi o'laymiz. Bazaga rezistor ulaymiz. Va kollektor emitterga minus pitaniyani ulaymiz. Kondensatorda. Yana ulaymiz. Sim urash kerak, sim. Endi bazaga olib boramiz. Kollektordan chiqayotgan tizimni kabel bilan birinchi o'ramning pastga ulaymiz.
o'ramni pastiga va xo'sh, mana bu pitaniyaga plyus tok. Qistirib turadigan narsa yo'q menda. Bu kondensatordan chiqayotgan plyus tokimizni shu tokdan mana birinchi o'ramning tepasiga ham ulaveramiz. Tepaga ulanadi, plyus pitaniya shu ikkalasiga bitta ulanadi. Minus pitaniya через kondensator только tranzistorga ulanadi. Bu yerda minus pitaniya beramiz. Bu ham simulaymiz. Kabellarimiz tugabdi. Bu plyus pitaniya rezistorga ham ulanadi. Shu ikkalasining ulangan joyidan birinchi o'ramning pastki oyog'iga tok chiqaramiz yana. Mana sxema tayyor bo'ldi. Qandaysiga mana bu minus pitaniyaga ulanadi faqat kondensator minusi va tranzistorni qaranglar. Mana bu minus pitaniya tranzistorning emitter oyog'iga ulanadi. Minus ulaymiz. Kondensatorning puls oyog'idagi tok bu yerga pitaniya ulaymiz va mana bu yo'ldan rezistorga ulanadi. Rezistordan promoy plyus tok nimaga boradi? Birinchi o'ramning tepasi qismiga. Keyin rezistor orqali bazaga o'tadi va o'sha rezistor bilan tranzistor bazasi ulangan joydan ikkinchi o'ramga boradi. Mana
sxemada ikkinchi o'ramning pastga ulanadi. O'rtadagi kollektordan to'g'ri faqatgina birinchi o'ramning pastiga ulanadi. Tayyor, endi o'raymiz buni. Mana bu o'ramni shuni ham bu yoqqa qotirib qo'yamiz. Qaranglar, hozir bu o'ramga nechta sim o'ralganligini bilish uchun metrda yetarmikin? Yetar. Misol uchun 132 santimetr, ya'ni 9 millimetr. Mana bu simni qalinligi 0,1 millimetr bo'lgandan keyin hozir bu yerda 1329 ta o'ram bor. Plus minus 5-6 ta ziyod bo'lishi mumkin. Bunda yana bitta qarshiligini tekshirish kerak. Hammada har xil chiqadi. Hammasida har xil degan. Ya'ni mana buni qarshiligi 300 qancha ohm ko'rsataman. Buni 2000 talikka qo'yamiz. Ya'ni mana bu ikkinchi o'ramning qarshiligi. Birinchisi bu yoqqa tekkizib, bu yoqda 300 ko'ryapsizmi? Yo'qmas. 344 ohm. O'ram qarshiligi. Shu ham ahamiyatga ega. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Kabel ulaydi. Osonroq bo'ladi. Buni bu yerda qoplamasi bor, buni qirish kerak. Mana bunaqa oddiy ochiq simdan ulayman. Ve bu joyini paydalaymiz. Buraslar tozalashdi. Uchu bo'shab ketdi. Niye qo'yib qo'ydi buni? Qarshilikda uchu qo'yamiz. Iloji boricha qarshilikni o'lchaganda
qo'l bilan tekish kerak emas. Odam qarshiligi ham ma'lum miqdorda o'tadi. Bunda 244 rovna 100 ohm farqi bor ekan ikkalasida. Endi bu qay darajada ishlashlarini hozir ko'ramiz. Buni bu yerga yopishtiramiz. Birinchi, ikkinchi o'ramchamiz. Ana endi sxemani ulaymiz. Sxema ham bardek ulandi, lekin bardek ketdi. Tak yasab o'rganib bo'lgandan keyin bunga o'xshab chiroyli qilib taxlasa bo'ladi. Hozir bunda kattaning sxemasi taxlangan. Sovutish tizimi bilan ko'rinadi. Buni bazaga ulaymiz. Просто tak ulab qo'yamiz. Hozir la'nat. Qaranglar, bizning kvartirada qanaqa mehmon bor. Mana ko'ryapti. Qaytib kelmaydi. Videoning ichida shunaqa holat bo'lsa nima derdi? Bas, davom etamiz. Baza ulandi. Mana buning plyus to'kimiz prямо kelib, to'g'ridan to'g'ri kelib, buning tepasiga ulanadi. Va kollektorimiz kelib, birinchi o'ramning pastiga ulanadi. Buni shunchaki uqlab ko'rsatyapman. Keyin sxemaga tuzgandan keyin o'rganib olib, zakonni tuzsa bo'ladi. Endi bu kondensatorning ikkita oyoqchasidan bitani ulaymiz. Bitani hozir men 21 voltlik blok bitani ham bor, o'shandan ulab ko'raman birdan. Oy. Menda bunaqa kabellarim bor edi. Qayoqda qoldi? Ana buni ulashaman. Kondensator minus oyoqchasi emitter bo'lganishi kerak. Biz hozir shu yerda kondensatorni xatoladik. Qaranglar, bu kondensator minus belgisi bor. Men shuni olib plyusga qo'ydim. Bunisiga to'g'ri. Payant sovuq qo'yganim sovib qoldi. Bayanligim bunaqa, ko'pchilik so'ragan. Temperaturasi o'zgaradigan.
Endi to'g'ri bo'ldi. Xo'sh, qani bismillah plus. Hozir qayerdadir kamchiligi bor. Şu tranzistörümüz işlemeydi benimce o. Lanet. Diğer maaş tranzistörünü ko'p zakaz qilganim bir ikkita ishlamay chiqqan. Tranzistor qizyapti lekin. Tranzistorimiz qizib ketibdi. Bosqichgina maketcha yasaldi, shuning uchun natijasi unchalik kuchli bo'lmaydi. Sendemi, ayıp mendemi, indiyar dedi. Alyuminiye paymat yopishmayapti. Qalay. Chunki bunga bu tariqa o'rayman. Agarda ishlamasa mana shunaqa qilib birinchi o'ramning tepa past qismi simini almashtirib ko'rish kerak. Ishladimi? Ko'rinadimi, yo'q bilmadim. Cho'g' chiqyapti. Kanalarni yaqinlashtirgan. Ko'rinyaptimi? Xullas shunaqa ishladi. Mana buni birinchi oyoq bilan ikkinchi mana bu birinchi o'ramni oyog'ini almashtirdim sxemada.
eskidan boshqacha bo'ldi. Ya'ni mana bu pastga kiygan plyustokni tepaga kiygan plyusni pastga ulardim, pastdan tepaga ulardim. Shu almashtirdim. Nargisda bunaqa ishlagan, sababi tranzistorda boshqacha. Hozir ham ishlayapti. Nur tarqatayotgan bo'lsa. Lab tutilib chiqarib o'tadi. Diod yonyapti. Ishladi. Qarang, yonyapti. Mana bunday qilsanglar sal o'zgaradi, kuchaydi. Ana shunisiga ham e'tibor berish kerak. Kuchaytirish uchun mana bu simni o'ram joylashuvi mana. Tepa kuchayyapti. Tebranyapti. Mana shu yerlarda kuchaydi mana. Demakki buni tepasi pastiga nimadir qo'yib shu yerda qotirish kerak. Mana bunda orasini tepadan qo'yganman, orasini ochib qo'yganman. Hozir mana ishlab turibdi. Ko'rdinglarmi? Ishladi. Xuddi shu tarzda video qaytadan ko'ringlar bo'lmasa. Yasaladi. Buni ko'targanda ta'sir doirasi ham kuchayadi. Hammacha kuchayyapti. Ko'rdinglar? Buning mana bunaqa orasi qisqaroq joylashishi bor, kengroq joylashishi bor. Ba'zan kengaytiraman, pastga qo'yib qo'yaman. Mana tepada cho'loq chiqib turibdi. Mini Teslacha. Ovoz eshityaptimi? Ovoz sizlarga. Buni o'chiray, shtobi qizib ketsa, tranzistor kuyadi. Kattasini qo'shib ko'rsataman. Kattam ancha puxta yasalgan sovutish simlari bilan birga. Kullari buzib qo'yavergan. Bunga AUX orqali ulanadi. Yana qaraylar-da, hozir bu kabel xalaq qo'yapti. Kichkanani shu ham 1000 voltdan ziyod tok tarqatyapti. Ta'sir kuchi. Mana bu yerda 20-30 volt kuchlanish qo'shyapti mana. Shu 1000 dan oshib apparat sezmay qo'yapti. Bunda kuchlanishi bor, ya'ni volt katta, shuning hisobiga odamni uchi urmaydi. Bunda kuchi yo'q. Ya'ni amper juda past ili 0 bo'lishi mumkin. Ishlayapti. Mavzudan chalg'maymiz. Mana tayyor bo'ldi. O'rgatilgandek kattasini qo'shaman. Kattasiga bunaqa 48 voltli adapter ulayman. O'tkazib berayotgandim. Kichkinasi ishlayapti mana.
kattasiga. Kattasi va kattada. Kichkintoy. Ikkalasini bir-biriga yaqinlashtirsam nima bo'ladi? Ana. Manzarani zo'ri-yu. Xo'sh, men buni joyiga borayotganimda telefonim o'chib qoldi. Kameradan chiqib ketdi. Sababi bu tarqatayotgan tok atrofdagi elektr qurilmalariga ta'sir qiladi. Smartfonlarga, soatga ham olib qochadi, ishlamaydi. Shunaqa, mana bizni kichkintoy tayyor bo'ldi. Buni ham Instagramga qo'yaman hozir. Ikkita. Xullas qorong'u. Hamishani yoqamiz. Mana shu yasalishi kamchiliklari bo'lsa, savol-javoblaring bo'lsa, yana savollar bo'lsa, kommentariy yozinglar. O'xshadi, ishlaydi. Ana bu sxema bo'yicha. Yana nima deyman? Shu yasab ko'ringlar, o'xshasa menga o'xshadi deb videolar tashkillar yasab turib. Shunaqa bo'ldi deb. Kichkina tranzistorcha ham ishladi. Yaxshi, mana shu bizdagi holat. Ikkita bo'ldi endi. Kichkinasini sovg'a qilaman. Kattasi. Endi buni ham sxemasini bir ixchamroq qilsam bunga o'xshab yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr, salomat bo'ling.